muacirat yaşayotgan barliq Şarkı Türkistanlık qarindoshlar. Şarkı Türkistan sürgünde hükümeti televiziyasının haberler programmasını görüşənlərini qızğın qarşı alırız. Baş ministerimiz Salih Xudoyer Efendi Amerikanın Haqiqiy Ovozi televiziyasi Amerikanın bexatarligini saqlash programmasının ziyoratini qabul qilib, Xitoy Xalq Cumhuriyati qurilganligini la'natlash munosabati bilan o'tkazilgan namoyishda Amerika hukumati va xalqaradan nimalarni talab qilganligini, navbatda muajiratga Uyg'urlar duch kelayotgan Xitoyning tahdidini anglatdi. Bengal ozodlik urushi jangchilari Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatining xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida sudlanishini talab qildi. Bayden hukumati 2023 yili 125 ming musofirni qabul qilganligini bekitdi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq kengashining ishonchlikligi favqulodda bir talabga duch keldi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. Baş ministerimiz Salih Xudoyer Efendi 2 oktyabr günü Amerikanın Haqiqiy Ovozi televiziyasi Amerikanın bexatarligini saqlash programmasının ziyoratini qabul qilib, Xitoy Xalq Cumhuriyati qurilganligini la'natlash munosabati bilan o'tkazilgan namoyishda Amerika hukumati va xalqaradan nimalarni talab qilganligini, navbatda muajiratga Uyg'urlar duch kelayotgan Xitoyning tahdidini anglatib, riyosatchining Xitoy Xalq Cumhuriyatining qurilganligi munosabati bilan o'tkazgan faoliyatning qanday bo'lganligi to'g'risida so'ragan savoliga bu yil 1 oktyabr günü Xitoy Xalq Cumhuriyati rasmiy qurilganligiga 73 yil bo'lgan kun bo'lib, bu kun Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliya, Tayvan, Hong Kong xalqi uchun qora bir kunning boshlang'ichi. Chunki Xitoy Kompartiyasi boshchiligidagi Xitoy Xalq Cumhuriyati qurilib, rasmiy hokimiyat yuritishga boshlagandan tortib, Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliya va boshqa davlatlarga besib kirib, o'zining territoriyasiga qo'shib olib, ishg'ol va mustamlaka harakati yurgizgan. Yaqinqi yillardan beri bo'libmi Xi Jinping hokimiyat beshiga chiqqandan keyin irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatni ziyoda ishlagan dedi. Xotirlash faoliyatining qandoq olib berilganligi haqida so'ragan savolga Oqsaroyning oldida Uyg'ur, Tibet, Hong Kongliklar va boshqa faoliyatchilar bilan birlikda insoniyatning bu qora kunini la'natlab namoyish qilib, Amerikani o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatni Xitoy Xalq Cumhuriyatiga qarshi turishga chaqiriq qildik. Amerika hukumati va boshqa davlat hukumatlarini Xitoy Kompartiyasini davlat halqigan jinoyatchi terrorlik tashkiloti, Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliya qatorliq davlatlarni besib olingan davlat deb bekitishga, asr davlatlar qonuniga asosan ularning mustaqilligini qayta qo'lga keltirish orzusini qo'llashga chaqiriq qildik dedi. Nimalarning kutilganligi haqida so'ralgan savolga Xi Jinping o'tgan yozda Sharq Turkistonni ziyorat qilgan vaqtda Xitoyning atalmış milliy gullanish siyosatining turtkisi ostida davom qilayotgan vahshiylikni takrorlaydiganligining signalini berdi. Hozir bu ideologiyani jonlantirib, oldi bilan Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni pak-pak yo'qotib, Sharq Turkistonning qayta mustaqilligining oldini olyotdi. Biz yaqinqi bir necha yil ichida Tayvanni ishg'ol qilganda eng cho'ng qurbonlarining Sharq Turkiston xalqi bo'lishidan andish qilamiz. Chunki Xitoy keng ko'lamli yo'qotish harakatining fursatiga erishdi dedi. Xitoy tarafidan nishon qilinganligi to'g'risida so'ragan savolga o'zining Xitoy hukumatining eng cho'ng nishoniga aylanganligini, Xitoyning Amerikaning qonun sistemasidan foydalanib o'zini nishonlaganligini, Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarini echib tashlamaslik uchun sukut qildirishga, Sharq Turkistonning mustaqilligi uchun harakat qilishdan to'sishga uringanligini, buning Amerikada emas, dunyodagi barliq davlatlarda yuz berayotganligini, erkin dunyodagi hukumatlarning buningga qarata, bo'libmi Amerikaliklarni o'z ichiga olgan boshqa fuqarolarni nishon qilishiga qarata sukutini qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini, buningga barliq davlatlarning bo'libmi Amerikaning vaqtida taqobil turishi kerakligini, Uyg'ur jamiyatining Xitoyga topshirib berishdek turli tahdidlarga duch kelganligini aytdi. Bengal ozodlik urushi jangchilari Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatining xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasida sudlanishini talab qildi. Dedi xabarlari to'rining 2 oktyabrdagi xabariga qaraganda, Bengal ozodlik urushi jangchilari Dakkada Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga irqiy qirg'inchilik yurgizishiga qarshi namoyish o'tkazdi. Namoyishda inson zanjiri programmasi amaliyleştirildi. Bu faoliyatga riyosatchilik qilgan Bengal prezidenti Muqtijuddah Manj Uyg'ur musulmonlarining ahvolidan cho'nqur andish qilganligini bildirib, atalmish Şinjangda yashaydigan 12 milliondan ortiq Uyg'ur majburiy tug'mas qilib o'tish, lagerlarda tutib turish qatorliq kishilik huquq dafsanchiligiga uchradi dedi.
Ruhul Amin Majmudir Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning ijtimoiy, siyosiy va diniy erkinligiga to'xtamay aralashayotganligini, diniy oshqunlikqa qarshi turish siyosatini bahona qilib, soqol qo'yish va Ramazon tutishni cheklay olmaydiganligini alohida ta'kidladi. Dаңlıq haykaltirash Rashamov Birlashgan Davlatlar Tashkiloti komitetining Xitoyning 1 millionga yaqin Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarni jazo lagerlari va turmalarda tutib turayotganligini doklad qilganligini aytdi. Azadlıq urushi jangchilari tashkiloti Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyatining xalqaro jinoiy ishlar sudi tarafidan sudlanishiga kafolatlik qilishni maqsad qilgan 4 moddalik talab bayonotini o'ttirg'a qo'ydi. Yana bir tashkilot Bengal Islom harakati shanba kuni Dakkada Uyg'urlar masalasi to'g'risida axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Xitoyni irqiy qirg'inchilikni to'xtatishga chaqirdi. Sharq Turkiston surgunda hukumati Twitter hisobidan Bengal xalqining Sharq Turkiston xalqi bilan ittifoqlashganligiga, Xalqaro jinoiy ishlar sud mahkamasini Xitoyning jinoyati ustidan tekshirish boshlatishga chaqiriq qilganligiga rahmat aytdi. Bayden hukumati 2023 yili 125 ming musofirni qabul qilganligini bekitdi. The Hayal to'rining 28 sentabr kunidagi xabariga qaraganda, amaldorlar 2022 yildagiga qaraganda texnik ko'proq musofir qabul qilganligini aytgan. Ma'muriy organlar bu sonni shanba kuni boshlatadiganligini e'lon qilgan. Davlat ishlari katibi Antoni Blinken bu ulug'vor nishon Amerikaning iqtidorini oshirish, umumiy mashg'ulotni zamoniylashtirish va tartibga solish, uzunga suzilgan iltimoslarni hal qilishni o'z ichiga olgan musofirlarni qabul qilish planini qayta tuzish va kuchaytirish irodasini namoyon qilgan degan. Qabul qilinadigan 125 ming nafar musofir programma orqali qabul qilingan bo'lib, nurg'ulg'an kishilarning davlatga kirish jarayonini boshdan kechirish kerakligidan derak bermaydi ekan. Öz davlatlaridagi urushdan qochib Amerikaga qabul qilingan minglagan Ukraina va Afg'onistonliklarni o'z ichiga olmaydi ekan. Afrikadan kelgan musofirlar uchun 40 ming nafar, Sharq Osiyodan kelganlar uchun 15 ming nafar, Yevropa va O'rta Osiyodan kelganlar uchun 15 ming nafar, Latin Amerikasidan kelgan musofirlar uchun 15 ming nafar, Janubiy Osiyo uchun 35 ming nafar, shundaqla 5 ming nafar zapasdan bor ekan. Liutsiyan ko'chmanlar va musofirlar idorasi bayonotida mayli Afg'onistonlik tarjimonlar bo'lsin, kommunist mustabidligidan qochib chiqqan Venezuela oilalari, Hong Kongning demokratiyasini qo'llaydigan o'qituvchilar yoki rohingyaliklar va Uyg'urlar bo'lsin, davlatimizning umid chirg'i bo'lish sharifi majburiy ko'chishga unumlik va izchil inkos qaytara oladigan sistemani talab qiladi. Boshqarg'uchi cho'qim jiddiy tadbir qo'llanib, musofirlarni o'rinlashtirishdagi yer shari insonparvarlik rahbarligimizni asliga keltirish kerak degan. Bayden saylan mezgilida musofir qabul qilish sonini Trump hukumati davridagi 15 mingdan 120 ming nafarga chiqarishga va'da bergan ekan. Sharq Turkiston surgunda hukumati buningga Twitter hisobidan inkos qaytarib, biz Amerikaning Sharq Turkistonda yuz berayotgan irqiy qirg'inchilikdan qochib chiqqan Uyg'ur va boshqa turk xalqlariga panohlik berishini, Amerika fuqaro va ko'chmanlar mulozimatidan Uyg'urlar, ya'ni Sharq Turkistonliklarning panohlik iltimosini tuziltishini va ularga panohlik berishini talab qilamiz dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Kishilik huquq kengashining ishonchlikligi favqulodda bir talabga duch kelgan. İnsan haqlarini kuzatish to'rining 3-oktyabr kunidagi xabariga qaraganda, Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari kengashi e'lon qilgan Sharq Turkiston doklati to'g'risida a'zo davlatlar muzokara olib boradigan bo'lib, a'zo davlatlarning saqlanayotgan masalalarni qo'lga olish, hatto ma'lum natijaga erishish majburiyati bo'lmasa-mu, kengashning eng tuvan darajadagi mas'uliyatini ado qilishda bir yerga jam bo'lish fursati bilan ta'minlaydi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari kengashining 31 avgust kuni e'lon qilgan Xitoyning Sharq Turkistondagi dafsanchiligi bilan aloqador doklati qonunga xiloflik qilish doirasi xalqaro jinoyatlarni bo'lib, insoniyatga qarshi jinoyatni tashkil qilishi mumkin deb xulosa chiqardi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti hukumatlararo organlar va kishilik huquq sistemasini jiddiy o'ylashni talab qildi. Xitoy yuqori darajali komissarning dokladini besish va uning mazmunini munozara qilishning oldini olish uchun barliq tirishchanliklarni ko'rsatdi. Agar bu xil usul umumlashsa, kishilik huquq kengashining tuzum putunligiga buzg'unchilik qilib qo'ydi. Kengashning har qanday bir davlatning sodir qilgan kishilik huquq dafsanchiligini muzokara qilishi aniq. Bir hukumatning xalqaro qonundagi eng nachar qonunga xiloflik qilish qilmishlarining tekshirishidan qechishiga yo'l qo'yish, ziyonkashlikka uchrag'uvchilar va hayot qolg'uvchilarni mag'lub qilib qolmasdan, suiiste'mol qilg'uvchilarga imkon va huquq beradi. Shundaqla xatarlik qo'sh o'lcham barpo qiladi.
Kishilik huquq kengashi barliq kishilik huquq masalalarini muzokara qila oladigan bo'lishi kerak. Kengashga a'zo davlatlar bu tashabbusga bilet tashlash yoki ovoz bermaslikni qaror qilganda, agar kuchlik davlat jazoga tortilmasa, kengashning butunligi va uning dunyo miqyosidagi huquqqa ko'rsatadigan ta'sirini o'ylashi kerak. Vatan badal ahlini, ribot ahlini, kurash ahlini, jihad ahlini chaqiryotidi. Mevlana Rumi tili bilan aytganda, kim bo'lsang bo'l, kel deyotidi. Lekin biz kelyapmizmi yoki nishondan burilib ketyapmizmi noma'lum. Vatan chaqiryotidi. Ammo chaqiriqqa ega chiqayotgani kimlar bo'lyotidi? Kimlar bu chaqiriqdan mustasno yashayotidi? Kimlar bu chaqiriqni xato tarjima qilyotidi? Kimlar bu chaqiriqdan shaxsiy naf olish qo'ydi? Kimlar buni suiiste'mol qilish qo'ydi? Kimlar bu chaqiriqni unutyotidi? Kimlar bu chaqiriqdan cho'chib uyg'onyotidi? Har kim yurakka qo'l silib ko'radigan yerga yetdi. Iz qo'g'lab javob tepishga tegishli savol shu. O'sib cho'ng bo'lgan uyingizni, ona makoningizni sig'indingizmi? Qaytqingiz kelmadimi? Nimishqa qayta olmas bo'lib qoldingiz? Zodi nima uchun? Anglang, obdan quloq siling. Chunki vatan chaqiryotidi. Vatan chaqiryotidi nomli maqoldan ilindi. Hurmatli ko'ruvchilar, bizga vaqt ayirganinglar uchun ko'p rahmat. Kelar qitimqi programmamizni ko'rishgacha Allohga omonat bo'lgaysizlar.